Aziz aka, ma'lumasi nima buni? Bitta yo'q ko'rasan. Bu ham yonar ekan-a? Bunaqasini hali ko'rmadim. Nimaga ishlaydi bunisi? Svetilnikda. Ham fonar, ham svetilnik-a? Добавить. Qani ham o'chirib ko'ring-chi, ko'raylik. Qoylik ikkitasi bittada. Voy, narman yortot. Tepaga ham qo'ysa bo'ladi buni. Bemalol. Qani? Nechi palatka mana shu? 280 ga 280. Ko'zi ham olmasa ekan, oka. To'xtab turing, ma'lumotni ham bitta ko'raylik. Qanchagacha oka tushadi? 500-600 metr. Bemalol-a? Ha, yolg'on gapirmaymiz. 500-600 metr shunaqa. Voy, oka bu cho'ta vobshe kuchliga o'xshayapti bu, qani? Ko'ziga qilma. Endi aytmoqchi edim. Ko'ziga qilib bo'lmaydi, ko'zni ortib qo'yadi. Oladi ko'zi. Juda kuchli. Ha, yoqorri endi anoni. Endi bu to'g'risida to'liq ma'lumot bering, oka. Qiziqib qoldi bunga. Nima deysiz bunga? Qara, buni turboda yoqadigan bo'lsang, ishlatadigan bo'lsang, 6 soat davomida bemalol yonib turadi. Agar ekonom rejimiga, unisida ham bunisida ham ekonom rejimida qilsang 12 soatgacha yonib turadi. 12 soatgacha yetadi bunisi. Bu nima bu? Bu shtativ, ya'ni projektor o'rnida, misol uchun internetga to'g'rilab qo'yish uchun Ishlatadi. Bunisi? Bu USB telefoningiz zaryadka qilasan bundan. Lekin ko'rinishiga nisbatan yengil narsa ekan-a. Mana zaryadkasi qancha qolganini ko'rsatadi, menimcha. Bular zaryadkaniki. Ha, alohida shu fanalni uchun bitta like bosib qo'yasizlar. Unaqasi ham boshqacha ekan-a, deysiz. U kuchliroq 3000 amperga mo'ljallangan. 3000 amperga. Qo'lingizni ham o'zgacha ekan, aka. Bu o'ychilarimiz bilan. To'xtang, bunga alohida video olamiz. Bu fanar bo'yicha kommentariyaga nomer qoldirib qo'yamiz. Qolgan ma'lumotlarni Aziz akam o'zlari beradilar. Bitta like bosib qo'yinglar. Shunaqa fanarlar kerak bo'lsa, Mergan do'koni sizlarni kutadi. Hammaga rahmat.